4-iyun kuni Erondan bitta raketa tushdi mana Izraelga. Bitta domni polni dom atrofdagi domlar tekislab tashladi. Ortda qolayotgan haftada notinch dunyomizda yana bir urush boshlandi. Odatda shunchaki ichki auditoriya uchun ikkitadan raketa otib qochadigan ikki davlat bu gal jiddiyroq urushga kirishdi. Isroil bosh vaziri eronliklarni isyonga chorladi. Tez orada samolyotlarimiz Eron ustidan uchadi deb maqtandi. Milliy tiklanish partiyasining deputatlari Oliy Majlisga bir taklifni kiritishmoqda. Bu taklifga binoan har bir Rossiyaga chiqqan mehnat muhojir O'zbekistonga qaytgandan keyin majburiy tibbiy ko'rikdan o'tish kerak. Bu yerda Izmayilov rayonida reyd bo'lib o'tgan va reyd natijasida shu bir 27 yasharlik O'zbekiston fuqarosi tekshirilgan. Hamma hujjatlari joyida bo'lgan, lekin politsiya xodimlari bu yigitning bo'ynida bir tatuirovkani ko'rib qolishgan. Oxirgi paytlarda jinsiy faollik susayganmi? Hissiyot yo'qoldimi? Peshobdagi muammolar tinchlik bermayaptimi? Endi xavotirga o'rin yo'q. Yangi tabiiy yechim yordamida 5 kunda o'zgarishni sezing. Quvvat tiklanadi, hissiyot uyg'onadi, ishonch qaytadi. Hayotingizdagi kuch va baxt tabiiy yo'l bilan hech qanday kimyoviy dorilarsiz hayotingizga kuch va baxt olib keling. Bugun sinab ko'ring, natijani o'zingiz ko'ring. Tabiiy yechim, 5 kunda natija. Avvaliga Isroil Erondagi olimlar yashaydigan kvartalga, keyin Eron uranni boyitish obyektlariga, harbiy rahbariyat vakillari yashaydigan manzillarga zarba yo'lladi. Isroil zarbasi natijasida bir qator generallar, xususan Islom inqilobi muhofizlari korpusi qo'mondoni Husayn Salomiy 2020-yil o'ldirilgan Qosim Sulaymoniy o'rniga Al-Quds brigadasi rahbariga aylangan Ismoil Kani o'ldirildi. Keyin Eron Isroilga yuzlab ballistik raketalar uchirdi. Bu gal Eronning javobi jiddiy bo'ldi. Tehron shunchalik ko'p raketa uchirdiki, Isroil maqtanadigan temir gumbaz havo hujumidan mudofaa tizimi bunga dosh bera olmay, birin-ketin raketalarni o'tkazib yubordi. Tel Avivda kamida 20 ta portlash sodir bo'ldi. Raketalardan biri Sahal shtab-kvartirasi joylashgan Kiriya hukumat kompleksiga borib urilgan. Ma'lumot uchun, Eronda 1979-yil islom inqilobi amalga oshirilib, Eron Islom Respublikasi tuzilgach, Tehron Isroilni yo'q qilishni mamlakat mavjudligining asosiy mazmuni deb atab, buni harbiy doktrinaga ham kiritgan. Mana shu 46 yildan buyon davom etayotgan dushmanlik tarixida ilk marta ikki davlat o'zaro urush holatiga keldi desak mubolag'a bo'lmaydi. Eronga qarshi urush boshlagan Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu ilk zarbalar fonida eronliklarga murojaat qildi. Netanyahuni ancha yillardan buyon kuzatadiganlar yaxshi bilishadi. U eronliklarga murojaat qilib, "Men sizlar bilanman" deyishni yaxshi ko'radi. Bu gal Netanyahu eronliklarni isyonga chorladi. "Men g'ururli Eron xalqiga murojaat qilib aytmoqchimanki, tuzum hech qachon hozirgidek kuchsiz bo'lmagan. Qo'zg'aling va ovozingizni eshitishlariga majbur qiling. Men sizlar bilan, Isroil xalqi sizlar bilan", dedi Netanyahu. Milliy tiklanish partiyasining deputatlari Oliy Majlisga bir taklifni kiritishmoqda. Bu taklifga binoan har bir Rossiyaga chiqqan mehnat muhojir O'zbekistonga qaytgandan keyin majburiy tibbiy ko'rikdan o'tish kerak. Bu ko'rik birinchi bo'lib shu VICH va tuberkulozlarni aniqlashga kiritilgan. Bundan tashqari boshqa ham kasalliklarni ular tekshirib chiqishadi. Bu ko'rikdan nafaqat Rossiyada ishlagan mehnat muhojirlar, balki umuman O'zbekistondan 90 kundan ko'p chiqib ketganlar o'tishlari majbur bo'lishadi. Men bu qonunni ko'rib to'g'risi hayron bo'ldim. Agar bu qonun qabul qilinsa, tasavvur qilinglar, har bir mehnat muhojir Rossiyaga kelib bu yerdan tibbiy ko'rikdan o'tadi, hujjatlarni oladi va vatanga qaytgandan keyin ham ko'rikdan o'tishlari kerak bo'ladi. Bu tibbiy ko'riklarni kim o'tkazadi? Kim bu uchun to'laydi? Agarda shaxs bu ko'rikdan o'tmasa nima bo'ladi? Xullas, savollar juda ham ko'p. Siz ham bu haqida o'z fikringizni kommentariyada yozinglar. Bu yerda Izmayilov rayonida reyd bo'lib o'tgan va reyd natijasida shu bir 27 yasharlik O'zbekiston fuqarosi tekshirilgan. Hamma hujjatlari joyida bo'lgan, lekin politsiya xodimlari bu yigitning bo'ynida bir tatuirovkani ko'rib qolishgan. Ingliz tilida bu tatuirovkani tarjimasi politsiya xodimlariga juda ham tegishli. Bunday tatuirovka Rossiyada ko'pchilik ega bo'lganiga qaramasdan, O'zbekiston fuqarosiga nisbatan ma'muriy protokol tuzildi va sud uni 3 sutkaga arestga qo'ydi. Xullas do'stlar, Rossiyada nafaqat shu Telegram profilingizga qo'ygan rasmlar, mashinaga qo'ygan nakleykalarıngiz, balki o'zingizga urgan tatuirovkalarga ham ehtiyot bo'ling. 4-iyun kuni Erondan bitta raketa tushdi mana Izraelga.
Bitta domni polni atrofdagi domlarni tekislab tashladi. Mana shu yerga Erondan raketa tushdi. Domni ham qaranglar, o'ynalari ham qolmadi. Nechta odam o'ldi. Ha, qo'shnidagi domni qaranglar. Katta raketa kelib tushgan ana shu yerga. Shunaqa pastda bog'or bo'linglar. Bomba ichiga kirish kerak. Yoshinish kerak raketa. Sirena bo'lgan payt. Moskvada bo'lgan xalqaro forumda Rossiyaning eng boy millatchisi bir fikrni gapirib chiqdi. Робот, раскрашенный в жель, гораздо лучше живого пилкового мигранта. Никого не насилует, никого не убивает. Нет никаких с ним проблем. Давайте заведем робота. Вот я много видел доставщиков птицы от Яндекса, но ни на кого что нападает. Тут милый этот коробок. Nechun с nим не происходит? Voqeamizni so'zlari bo'yicha Rossiyada mehnat muhojirlar o'rniga robotlarni jalb qilish kerak. Uning so'zlari bo'yicha robotlar ham dastavkada, ham taksida, qishloq xo'jalikda va boshqa sohalarda bemalol mehnat muhojirlarni almashtirishlari mumkin. Ha, balki yaqin kelajakda bir nechta sohalarda robotlar odam ishchilarning o'rniga qo'llanishi mumkin. Buni biz katta konveyerlarda ko'rib turibmiz. Lekin bunday katta Rossiyadagi davlatda odamlarni robotlar bilan almashtirish yaqin vaqtda mening fikrim bo'yicha amalga oshmaydi. Eng rivojlangan davlatlarda ham shu Yaponiya bo'ladimi, AQSh bo'ladimi, Koreya bo'ladimi, haligacha ham robotlar faqat shu har xil ko'rgazmalarda, выставkalarda ko'rsatilmoqda. Lekin bu akamizni fikrlarini tushundik. Biz ham o'z o'rnimizda tushunishimiz kerak. Har bitta Rossiyada ishlayotgan mehnat muhojir o'ziga savol qo'yish kerak. Men ishlayotgan sohamda yaqin vaqtda robotlar mening o'rnimga kelib ishlaydimi? Agarda siz sohangizda bunday robotlarning soni ko'payib kelmoqda bo'lsa, masalan, taksi sohasi, dastavka sohasi, siz kelajagingizni o'ylashingiz kerak. Ha, hozir bir qism topyapmiz, qozon qaynab turibdi, lekin 3-4-5 yildan keyin vaziyat o'zgarishi mumkin. Shuning uchun hozirdan balki yangi kasb bo'ladimi, boshqa soha bo'ladimi, o'ylashinglar shart. Keyingi yangilik mehnat muhojirlarining bolajonlariga tegishli. Rasmiy ma'lumotga bo'yicha Rossiya hududlarida 638 mingta chet el fuqarolarini voyaga yetmagan farzandlari bor. Moskvaning o'zida 80 mingtadan ko'p mehnat muhojirlarining bolajonlari bor va ulardan faqat 25 mingtasi maktablarda o'qimoqda. Bu ma'lumot ko'pchilikni hayron qildi. Chunki tasavvur qiling, Moskvaning o'zida 50 mingtadan ko'p maktablarda o'qimaydigan, voyaga yetmagan chet el fuqarolarining bolajonlari mavjud. O'z o'rnida Rossiyaning Dumasida yana bir qonun kiritildi. Bu qonunga binoan yaqin vaqtda Rossiyaning maktablari MVDga bu yerda o'qiyotgan chet el fuqarolarining bolajonlari haqida rasmiy ma'lumotlarni yetkazib berishga majbur bo'ladi. Bu ikkita ma'lumotni solishtirib ko'rsak, mening fikrim bo'yicha MVD menimcha bir danilari to'liq emas, balki eski danilar ham qolib ketgan, odamlar chiqib ketgan bo'lishi mumkin yoki ular voyaga yetib bo'lganlar bo'lishi mumkin. Xullas, bu yerda mening fikrim bo'yicha qandaydir xato bor. Lekin shu zahot millatchilar bu yangilikni butun Rossiya bo'yicha ko'tarib chiqishdi. Masalan, shu deputat Matveyev. Несовершеннолетних граждан в России иностранных 783 тысячи, из них учатся 192 тысячи. Вычитаем одно из другого, получается 591 тысяча детей-мигрантов не учатся, но находятся в России. А вы говорите о том, что, наверное, не половина, но где-то меньше. 600 тысяч людей слоняются где-то по торговым центрам, по улицам нашим, сбиваются в стаи, нападают на детей и на взрослых, терроризируют детские площадки.
آمادگی مردم ایران همین الان داره نشون داده میشه. اینکه تو تا شب قبل تا صبح صدای تیربار میشنیدی، صدای پهپاد میشنیدی و الان این جمعیت تو خیابونه، یعنی مردم آماده یه جنگ تمام عیار هستن. کما اینکه همین الان جنگ تمام عیاره، یعنی اومدن با پهپاد تجاوز کردن، حریم هوایی ما رو نقض کردن، موشک زدن، هر کاری می‌خواستن کردن. پس جنگ تمام عیاره. اینم مال امروز و دیروز نیست، خیلی وقته که داریم می‌جنگیم، الان دیگه رسمیت پیدا کرده. الان به نظرم باید ادامه دارتر باشه و تا جایی که دیگه جرئت نکنن تکرارش کنن، باید ما دیگه نباید کوتاه بیاد. ملت اهل گفتگویی هستیم و همیشه در شرایط سخت‌تر از این هم ما گفتگو رو رها نکردیم، اما گفتگو همیشه یک منطقی داره و الان که سلاح‌ها رو دست گرفتن دشمنان ما هم سلاح‌هامون رو دست میگیریم و هر موقع که اونها تمایل به گفتگو بودن با حفظ اقتدار ما هم گفتگو خواهیم کرد، اما فعلا سلاح به دسته.